Bugungi videoda biz 2026 Chevrolet Cobalt haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu model zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnik ko'rsatkichlar va qulay funksiyalar bilan ajralib turadi. 2026 yilgi versiya avvalgi avlodlarga nisbatan yanada sportiv ko'rinish, kengroq salon va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan taqdim etilgan. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, LED kunduzgi chiroqlar va o'tkir dizayndagi faralar avtomobilga jozibali ko'rinish beradi. Orqa qismida esa yangi LED stop chiroqlar va aerodinamik bamper dizayni qo'llanilgan. Kaput ostida 1.5 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u o'rtacha 105 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel yoqilg'i tejamkorligi bilan ham e'tiborni tortadi. Aralash siklda taxminan 6.5 litr yoqilg'i sarflaydi. 6 pogonali mexanik uzatmalar qutisi yoki avtomatik transmissiya varianti mavjud bo'lib, har ikkisi ham silliq va barqaror harakatni ta'minlaydi. Old gildirakdan tortish tizimi kundalik haydash uchun ishonchli va qulay hisoblanadi. Rul boshqaruvi elektr kuchaytirgich bilan jihozlangan. Bu esa yengil va aniq boshqaruvni ta'minlaydi. Salonga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Cobalt ichki makoni keng va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Yumshoq plastik materiallar, sifatli mato yoki charm qoplamali o'rindiqlar mavjud. Old o'rindiqlar balandlik bo'yicha sozlanadi. Orqa o'rindiqlar esa 3 yo'lovchi uchun yetarli joy taqdim etadi. Bagaj hajmi taxminan 470 litrni tashkil qiladi. Bu esa oilaviy safarlar uchun qulaylik yaratadi. Ko'p funksiyali rul, 8 dyumli sensorli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi mavjud. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada yaxshilangan. Avtomobilda ABS, EPT, elektron barqarorlik nazorati, tortish nazorati tizimi, old va yon xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Orqa ko'rish kamerasi va parktronik sensorlar haydovchiga qulaylik yaratadi. Yuqori komplektatsiyalarda kor nuqta monitoringi va shinalar bosimini nazorat qilish tizimi ham taklif etiladi.